Qirg'iziston soliq xizmati kutilmaganda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining rahbari Qamchibek Tashiyevning oilasi Qirg'iz neft-gaz davlat kompaniyasidan qanday boylik orttirganini oshkor qildi. Surishtiruv ishlarining markazida o'z neftini qayta ishlash zavodiga ega bo'lgan Qirg'iz neft-gaz neft kompaniyasi turibdi. Soliq xodimlarining so'zlariga ko'ra, neft to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish o'rniga zavodga 13 ta vositachi kompaniya orqali jo'natilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ulardan 11 tasi Qamchibek Tashiyev bilan bog'liq bo'lgan. Bu kompaniyalar xom ashyo sotib olishgan va keyin ularni o'sha zavodga qayta sotishgan. Soliq xizmati ma'lumotlariga ko'ra, ushbu sxema davlatga 3 milliard so'mdan ortiq yoki taxminan 34 million dollar zarar keltirgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi sobiq rahbarining o'g'li 34 yoshli Taymuroz Tashiyev so'roqqa chaqirildi. Uning ismi soliq xizmati tomonidan e'lon qilingan Qirg'iz neft-gaz davlat korxonasidagi korrupsiya sxemasi bo'yicha tergovda tilga olingan. Parlamentda Qamchibek Tashiyevga yaqin deb hisoblangan bir nechta deputat mandatini topshirdi. Ular orasida ukasi Shayrbek Tashiyev ham parlament deputatligidan ketdi. Bu uning Ichki ishlar vazirligi tomonidan so'roq qilingandan keyin sodir bo'ldi. Qamchibek Tashiyev mamlakatda go'yoki korrupsiyaga qarshi g'ayrat bilan kurashayotgan edi. Biroq yangi dalillar shuni ko'rsatdiki, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining sobiq rahbari, uning o'g'li va ukasi korrupsiya ishlarida bevosita yoki bilvosita ishtirok etgan. Yuqori lavozimli amaldorlar va ularning oila a'zolari tomonidan sodir etilgan ko'plab jinoyatlar ular hokimiyatdan ketganidan keyin fosh etiladi. Bu holat kapitalizm dunyosida odatiy hol va global hodisaga aylandi. Butun dunyo bo'ylab buzuqlik va axloqsizlikni keltirib chiqaradigan g'ayriinsoniy global tizimni yo'q qilish uchun tubdan o'zgartirish zarur va odamlarga inson sifatida g'amxo'rlik qiladigan va moddiy qadriyatlarni boshqalardan ustun qo'ymaydigan muqobil tuzumni yaratishdan boshqa yechim yo'q. Ushbu tuzum ma'lum bir hovuch odamlarning manfaati uchun barcha xalqlarning manfaatlarini oyoq osti qiladigan insonlar tomonidan o'ylab topilgan tuzum bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bu tuzum odamlarni zulmatdan yorug'likka, foydaga asoslangan dunyo hayotining tor chegaralaridan ikki dunyo saodatiga olib boradigan Roshid xalifaligi davlatining tuzumidir. Chunki u olamlarning Robbisi tarafidan keladi.